Assalomu alaykum, Mototos kanali obunachilari. Hozirgi videomiz, ya'ni sifati zo'r bo'lgan kompressorlarning narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimgadir aytish mumkin, sifati zo'r bo'lgan bizga kompressorlar narxlarini tanishtiring deyish mumkin. Hozirda ko'pchilik ishlatayotgan mebelchi akalarimiz yo malyar akalarimizga kichkina kompressor so'rashyapti. Biz, ya'ni Ubay brendiga tegishli 9 litrli kichkinagina kompressorni tavsiya qilamiz. Bu 5 shumli bo'ladi, hech qanaqa masla quyilmaydi. Bez maslada ishlaydigan bo'ladi. Ya'ni o'zini o'chiradigan davotchiklari ham bor. Bu nima degani? Mana kompressor qizib ketsa, ko'pchilik kompressor arzon kompressorlarda bo'lmaydi, ya'ni o'zini o'zi o'chiradigan. Qizib ketsa, o'zini o'zi avtomatik tarzda o'chiradi, ya'ni sovigandan keyin yana o'zini qo'yib yuboradi. Bemalol kompressoringiz ishlab ketaveradi. Hech qanaqa shovqinga ega emas. Ya'ni buni eng qiziq tarafi, necha vat tok kelayotganini ham bemalol ko'rsatadigan datchiklari ham qo'yilgan. Va miyasi ham katta miyalardan qo'yilgan, tez kuyib qolmaydigan, sifati zo'r bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 900 ming so'm qilib beramiz. 1 million 200 ming sotayotgan 5 shumli sifati zo'r bo'lgan kompressorni 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xohlaganlar uchun yo'q, menga katta shumli ustalar ishlatishga kerak bo'lsa, Ubay brendiga tegishli maslenni, ya'ni bu moy quyiladigan bo'ladi, shovqinlisi bo'ladi. Maslenisi, ya'ni 50 litrligi, narxi juda ham arzon. Chiqadigan davotchiklari ikkita bo'ladi. Bemalol avtomatik o'zi yonib. Ko'pchilik e'tibor berishingiz mumkin. Boshqa kompressor olganlaringizda motorni o'zi 3 ot kuchiga ega bo'ladi. 3,5 bu 4 ot kuchiga ega motor qo'yilgan. Sifati juda ham yaxshi. 50 litrlik. Narxiga keladigan narxi bor yo'g'i 1 million 300 ming so'mga original bo'lgan 50 litrlik kompressorni xarid qilishingiz mumkin. Xuddi shu 50 litrlikni menga 5 shumlisi kerak degan akalarimiz uchun mana 5 shumli, ikkita, ya'ni filtri bor, ya'ni ikkita portionlik deyiladi. 50 litrlik arzonroq narxda 2 portionlik sifati zo'r bo'lgan, ya'ni Classic firmasiga tegishli 1600 wattlik sifati zo'r bo'lgan kompressorni tavsiya qilamiz. Buni narxi juda ham arzon chiqadi. Ham shovqini past, ham bezmaslik, ham narxi juda ham arzon chiqadi. Narxini bor yo'g'i 1 million 500 ming so'mga sifati zo'r bo'lgan 5 shumli kompressorni olib ketishingiz mumkin. Agar bu menga bitta motorlik, menga ikkita motorligi kerak deganlar uchun 4 portion va ikkita motor qo'yilgan. 4 ta havo so'raydigan joy bor. Ya'ni bu 40 sekundda kompressoringizni to'ldiradi degani. Chiqadigan joylari ikkita. Bunda xuddi shu aytganda original ikkitalik davotchiklar qo'yilgan. Qaysi motori qizib ketsa, o'zini o'chiradigan. Undan ham qulayligi necha vat tok kiradigan joylari bor. Bunda xuddi shu boyaga aytganda Ubay brendiga tegishli 9 litrlikni 50 litrligi bo'ladi. Juda ham qulay chiqadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda ham yengil narxda bo'ladi. Narxi bor yo'g'i 1 million 950 ming so'mga 4 portionlik 50 litrlik original kompressorni xarid qilishingiz mumkin. Endi menga ustaxonalarga yo mandaqa katta joylarga, vulkanizatsiyalarga 100 litrli kompressor kerak deganlar uchun, ya'ni klassik motor deyiladi. Bu ya'ni 2 kilovatlik motori juda ham yaxshi, mislik motor 100%. O'zini o'zi o'chiradigan davotchiklari ham bor bunda. 2 portionlik deyiladi. Mana 2 portionlik. Portionlari ham katta bahaybat portionlar qo'yilgan. Ikkita chiqadigan davotchiklari bor. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 100 litrligining narxi bor yo'g'i 3 million 650 ming so'mga bahaybat 100 litrlik shumli kompressorni olishlari mumkin. Agar menga 5 shumli kerak deganlar uchun 5 shumli, bu yerda 6 portionlik 3 motorli kompressorimizni ham olib kelganmiz. 5 shumlisini 1, 2, 3 motor. Bu kompyuter tablo bo'ladi. Bemalol siz qaysi bir motorni xohlasangiz bitta motor ishlatasiz, xohlasangiz ikkita motor, xohlasangiz 3 ta motor. O'zida bo'ladi. Polni yoqish, o'chirish, upravlashni kompyuterda boshqarasiz. Buning narxi juda ham qulay chiqqan. Buni litrini aytadigan bo'lsak, 120 litr 3 motor, ya'ni 6 portion deyiladi. Buni 6,5 million sotayotgan bir vaqtda biz juda ham chegirma narxga tushirganmiz. 4 million 800 ming so'mga faqatgina Mototos do'konlaridan kelib arzon narxda xarid qilishingiz mumkin. Kimga shunaqangi sifati zo'r bo'lgan kompressorlar kerak bo'lsa, bemalol Mototosga bog'lansangiz bo'ladi. Va videomizning oxirida zo'r yengillikni aytib ketmoqchiman. Ko'pchilik so'rayotgan shpakilovka sepadigan apparatimizni kattasi ham kelgan. Ya'ni shpakilovka rodban sepadigan akalarimiz uchun sifati bomba, juda ham qulay chiqadigan, ichida hamma komplekti bor. Bemalol mana ko'rsangiz bo'ladi. 5 xaltagacha shpakilovka sig'adigan hamma komplekti bor. Apparatimizga kelgan. Mana shpakilovka rodban sepadigan ustakalarimiz endi umuman qiynalishmaydi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol do'konlarimizda 9 million 500 mingdan boshlab 15 milliongacha bo'lgan turlari bor.
bemalol Mototoska telefon raqamlari pastda qoldiramiz. Hozir videoni oxirigacha manzilni ham ko'rsatamiz. Qo'ng'iroq qilib O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari ham. Endi manzilni so'raganlarga Sobir Rahimov metrodan chiqqanda Do'mrobod bozorining qarama-qarshi tarafida Motopower do'konimiz. Telefon raqamlari 99 576 37 37 va 95 816 94 94. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor.